ko'pchiligida mana ular bor. Bilasizlar, voh qarang. Mana shu kasalliklar. Так, o'zbek tilida gapiraman hozircha. На русском языке тоже сделаю. После этого. Хорошо? После этого видео. Договорились? Это болезнь, bu kasallik ko'pchiligida bor. Nima qilish kerak? Qarang, ovqatlanish tartibi вообще buzilgan. Davolashda aytaman. Qarang. Achchiq bodomni olasiz. Achchiq bodomni olib, qarang. Uni yog'ini chiqarasiz. Bo'lmasa tayyor achchiq bodomni yog'ini chiqaringda, topingda. Qovun bor-ku, qovunni urug'i, xom holatdagi urug'i bozorlarda ham sotiladi. Tozasini toping. Ana uni ximikat bo'lmaganini. Qovunni urug'ini quritib qo'yganlar bor. Hammasini tuyasiz, kofemolkadan o'tkazasiz, blenderdan qilasiz. Nimani? Qovunni urug'ini elaysiz. Elamasangiz ham mayli, go'rda ustiga. Achchiq bodom bilan aralashtirib, bo'tqa hosil qilasiz. O'sha joylaringizga surtasiz. Mana bu putni orasiga erkak va ayollarda olat va jinsiy a'zolar atrofiga ham bo'ladi. Mana bu. Bilasizlar? Achchiq bodom bilan qovun urug'ini aralashtirib, tuyilgan qovun urug'ini aralashtirib surtasiz. Kelishdikmi? Ikkinchisi, limonni chiqarasiz. Limonni bir tasavvur qiling. Bir 20 ta limonni oldingiz, hammasini ezib tashladingiz, suvni chiqardingiz. Tasavvur qildingizmi? Suvni chiqar. Keyin qaynatasiz. Teng yarmi qolguncha tasavvur qildingizmi? Teng yarmi qolguncha qaynatdingiz. Ana o'shani surtib yuring, o'rang kechqurun. Latta, ya'ni paxta mato bilan. Tushundingizmi? Lekin bor. Yana bir ikkita usul bor. Masalan, semiz o'ti bor-ku, semiz o'ti sokini ham ichasiz, ham surtasiz. Usullari ham. Masalan, buni hammasini qiling kerak bo'lsa. Tushundingizmi? Lekin bor. Ko'proq chesnok yeysiz, ko'proq piyoz yeysiz. Hech qanday margarin, go'sht, oq non, undan keyin shirinlik вообще yemaysiz, tuzalib ketguncha. Aralash quralash yemaysiz. Tushundingizmi? Aralash quralash, ya'ni ovqat ustida meva, u ham hatto hazm tizimini buzadi. Shokolad вообще, kofe yo'q ichmaysiz. Ayniqsa shirinlik aytdimmi? Butkul meva sabzavotga o'tib olasiz. Toza arpa uni, arpadan non qilib yeng. Tushundingizmi? Yo'q. Haftada bir kun ochlik qilasiz. Ro'za tutasiz. Xo'p deng.